Ko'pincha ingliz tilini endi o'rganib boshlagan o'quvchilarda speaking qiljaklarında ichida dimjoli qo'rquv bo'ladi yoki ular gapirishdan uyaladilar. Ya'ni shu narsalarni sal kamaytirish va oldini olish uchun bir-ikki tavsiyalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi tavsiya: nechun o'quvchilar o'zi qo'rqadi gapirjakanda? Chunki ular xato qilishdan qo'rqadilar. Ya'ni xato qilib qo'ysam, hozir o'qituvchim so'llaydi yoki men so'kadi degan ichida bir qo'rquv bo'ladi. Shuning uchun ular gapirib bilmaydilar, ichindagi narsani chiqarib bilmaydilar. Buning uchun birinchi tavsiya: o'zingiz bilan o'zingiz sal psixologik shug'ullanishingiz kerak. O'zingizga singdirishga harakat eting. Xato qilish bu normal holat. Ingliz tilini endi o'rganib boshlagan o'quvchi uchun. Shuning uchun xato qilishdan qo'rqmang, o'zingizni erkinroq his etishga harakat eting. Bu asosiy tavsiyalardan biri. Ikkinchi tavsiyamiz esa ingliz tilini endi gapirib boshlaganingizda o'zingizga dimjoli nagruzka qo'ymanglar, dimjoli bosim qo'ymanglar. Men ko'proq gapirishim kerak, buni tashlashim kerak, buni tashlashimiz kerak. Yo'q, siz birdaniga dumzo'r gapirib ketishingiz qiyin. Shuning uchun oz-ozdan gapirishga harakat eting. Ya'ni bugun 1-2 gap aytishni o'rganaman, keyingisida 2-3 gap aytishga harakat etaman deb oz-ozdan gapirishga harakat etavering boshida. Bo'lmasa u nagruzka sizni dimjoli bosib tashlaydi. Uchinchi asosiy tavsiyalardan biri: siz yoningizda partnyor topishingiz kerak, qaysiki siz u bilan ingliz tilida speaking qilib biladigan, lekin partnyorni tanlash juda muhim. Shuningdek bir partnyor tanlang, sizni qo'llab-quvvatlaydigan, ya'ni sizni support etadigan, sizni kamchiliklaringizda yoki xato qilganlaringizda aytib yuzingizga solmaydigan, sizni eshitib biladigan odam topsangiz, sizga juda katta yordam beradi boshida shu qo'rquvlardan o'tib ketishingizga. Shuning uchun 3 dona tavsiyani qilib ko'ringlar, shunda sizlarda qo'rquv kamayishi mumkin. Thank you.